Türkiye devlette shunaqangi pul yo'lda qilib qo'yibdi. Trassa. Veli degan dengiz yoqasi kurort shaharga ketyapmiz. Mana shunda mana trassaning har 10 kilometrida erinmay sanab chiqdim. Shunaqangi ovqatlanadigan joyi bor. Veli 230 kilometr ekan. Shunda ham to'xtab yana ovqat yeyishga, joylarga xullas kiritar ekan. Mana bu yerda ko'rishlaring zaryadniy ustroystvolar ham bor. Umuman trassada hamma sharoit keltirgan. Kambodjada davlat yo'l infratuzilmasi juda chiroyli. Chọn bạc biết à. Còn vẫn mà thôi lúc mưa là như bên năng hay trời. Mana keldik Senegalga. Mehmonxonani ko'rinishlari o'ziga xos. Mana fillar bilan mana bu mehmonxonaning tashqi ko'rinishi. Juda katta ekan. Mana orqa tomonlari ham mehmonxona shunaqasi ketgan. Xonam uchun 10 minut ichkarida yurishim kerak. Mehmonxona juda keng ekan. Mana bu yoqda qandaydir o'yinlar ham bo'lsa kerak sahnasi bor. Xullas ichida magazinlar, restoranlar, kazino bor, katta bir zalda. Ahmoqlar kazino ham o'ynab yotishibdi. Xullas ancha joyga qilingan mehmonxona ekan. Lekin asosan xitoyliklardan iborat. Mehmonxona ham xitoylik, administratorlar ham xitoyliklar ekan. Mana bu Siangukil ko'chalari ko'rinishlaridan, ya'ni kurort shahar, bu tomonimiz dengiz. Kechasi mana bu yerda ham yomg'ir yog'ib o'tdi. Hozir yomg'ir tugab, ochilganga ko'chaga chiqdim. Asosan kechasi yomg'ir bo'lar ekan, bu ham yaxshi. Mana bu qanaqadir park zona. Parklarga ham qo'yib tashlaylar ekan bular. Xudosini mana ilon aynalib, ilonning ustida o'tiribdi. Boshida ham e'tiborlanglar, ilonlar himoya qilyapti. Bir tomondan shuni aytib o'tishim kerak, Kambodjada ilonlar juda ko'p. Hali kecha o'tgan kunlari qishloqlarda avtobusda yo'llarda yurganda hamma uylar yog'och qilib ikkinchi etajda yashaydi. Bunda aytganda osma uylar yog'och ustida turibdi. Demak, ilonlar xonaga kirib ketmasligi uchun balandlikda yashayotgan. Bu yer ko'rsatishlarim krugovое движение, shu krugovое движениеga ham qo'yishgan. Mana insonlar kelib shu yerda ham Xudosiga siycha yoqib, keyin suvlar qo'yib, shunaqangi qilar ekan, har qadamda sig'inishar ekan xullas.
Endi mana bu ot bilan o'zlarining Qo'shchi Amir Temurni bo'lsa kerak. Shahri ham o'ziga xos katta shahar. Ya'ni bu yer bunday qilsa Sochi, Yaltaga borishadi-yu dengizga qarshi deb. Kambodjaliklar turistlar uchun bu yer Sochi, Yalta. Mana bu shaharda ham juda qurilishlar ko'p. Har qadamda qurilish. Har qadamda. Qaysini xohlaslaring tanlab ichkarida pishirib beradi. Hammasi tirik holda. Ya'ni sveji. Bitta ilondan ko'rsammi deb turibman. Satışı aldığını yugurib kelib nima olasan deb yotib. Mana bu Suvnakvelning haramlaridan bittasi. Kechga keldim, o'shaning uchun yopiq o'xshaydi, hech kim yo'q. Lekin katta haram. Kartada ko'rsatilgan, bir kirib o'ting deb. Kim bilendir kurashyapti. Hakikaten ham chiroyli haram ekan. Juda katta ayol Buddani yotganiga sig'inishyapti. Bu odamlarga nisbatan gavdasi ancha katta ekan. Nima ma'noni beradi bilmasam. Buning har tomonlama boshi bor ekan, aynalasiga. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Ochiq osmon tagida muzey desa ham bo'ladi. Aytgan tepalarida ham chizuvlar bor ekan. Har xil. Mana bu yoqda ilonlarga nisbatan mana bularda ilon ko'p. O'shaning uchun ham haramlarda ham ilonlarni demak sig'insa kerak. Mana bular endi asosan odamlar pastdan kelsa kerak. O'zim bilib bilmagan holda yuqori tomondan kelib qoldim. Mana keluvchilarga keling qilib olishyapti.
asosiy odamlar yuqorida, pastda. Varata var, şu varatadan kelishsa kerak. Demak, pastdan chiqib kelinadi. O'zim bilib bilmagan holda bu tomondan kelib qoldim. Mana ulan boshlar. Tepada odamni bosh. Bu yog'ida hammasida 3 bosh, 4 bosh, 5 bosh даже ulanlar. Mana bu yoqda ham mana ulan o'dimi. Mana ko'rib turibsizlarmi? Ulan pastda og'zini ochib turibdi. Demak, darvoza yopiq, aytganimdek kech bo'ldi. Bu yuqorida ham agar ochiq bo'lganda birga ko'rardik. Mana yopiq turibdi, panjara yopilgan. Demak, kech kelibman. Bunday aytganda qaysi biriga ulgurayin deydi-yu. Bu tepada xiramin ichida chiroyliga o'xshaydi ko'rinishidan. 4 etaj kirishasi bilan 5 etaj ekan. Haqiqatan ham ochiq osmon ostida muzey desa ham bo'ladi. Mana u yerda talabalari o'tirishibdi. Mana bu xramni mana tepada ko'rib turibsizlarmi? Parilar ko'tarib turibdi, ma'nosini beradimi endi, nima ma'noni beradi? 4 tomonda, g'arbda, sharqda, shimolda, janubda 4 tomonlama darvoza bor. Hammasida mana qo'riqchilar bor ekan. Bu o'zim kirgan tomondan xramning tashqi ko'rinish, tashqi devori qaraysa. Mana bu og'ayni maymun. Qandaydir parkka kelib qoldim. Mana. Og'ayni maymun haliksiradimi? Tepaga daraxtga chiqib ketdi. Kun kech bo'ldi. Park juda kattaga o'xshaydi. Hech kim yo'q o'zimdan boshqa. Mana quyosh ham botaman deb qoldi. Parki juda katta ekan. Mana o tomonga ham ketgan, o tomonda ham sig'inish. O'zimdan boshqa ham bir ikkita inson bor ekan. Bir o'zim bu parkda aylanib yuribdimi deb o'ylagandim. Qayoqqa qaramasang rohiblar. Mana bu yerda ham rohiblar yurishibdi. Mana bu yerda endi nimandir dars beryapti. Budda 4 boshli insonlarga bu yerdan pastdan chiqib kelishga mana ko'rib turibsizlarmi, lesinsa bor. Ularning boshi pastda. Mana bu pastda ham sig'inishlar, lekin park katta. Haqiqatan juda katta park ekan. Mana bular talaba rohiblar.
Bu yoqda смотровая площадка deymizmi? Shunaqasi bor ekan. Mana tepadan kuzataylik qani, hamma narsa tepadan chiroyli ko'rinadi deyishadi-yu. Mana uzoqda ko'rayotganlaring bu Siam bo'g'ozi. Nariyog'i keng Janubiy Xitoy dengizi. Hozir harakat qilaman Siam bo'g'oziga, dengizga borishga. Lekin hozircha bilmay turibman qanaqangi yo'l borar ekan. Bu yoqqa quyosh botyapti. Mayli, harakat qilayin qani. Nabirejniga ham keldim. Mana pishir-mishir avjida. Demak, kechga keladiganlarga turi bilan har narsa tayyorlab boshlashgan. Mana qandaydir noma'lum tuxumini tanitibman. Qolganlari noma'lum allatayyor bir nimalar pishiryapti. Arka orqali kiraylik qani, nima bor ekan ichkarida. Живой qurg'oqa. Mana bundan to'sib tashlabdi-da. Ana bu yoqqa bora olmaydigan bo'ldim. Bu yoqdan so'mgatmoqchi edim. Xullas mana dengizdaman. Hamma dengizdan quyosh botishi chiroyli bo'ladi deydi. Endi quyosh ham botib bo'ldi. Tog'lar orqasiga ekan o'sha. Bir 5 mun kechikman, qizarib botishni so'mgatsam, ko'plar dengizdan quyosh botishi uchun ham dengizga kelishadi. Mayli, mana shafaq bo'lib, o'tam chiroyli bo'lib turibdi. Mana Siamskiy zaliv. Siyanukvil mana bunday qilsam hali aytib o'tganman. Kambodjaliklar uchun Qrim, Yalta yoki Sochi deymiz. Endi Qrimda ham, Yaltasida ham, Sochisida ham bo'lganman. Farqi qanday desa, endi har bir joyning o'ziga xosligi bor. Butun Kambodja cho'milishga mana bu yerga keladi, mana ko'rib turibsizlaring. Endi bu yerda ham o'ziga xosligi bor. Lekin mana Sochi, Yaltalar faqat yozda ishlasa, bu yer yil 12 oy. Yil 12 oy. Ob-havo pashti bir xil bo'ladi. Faqat mana martning oxiridan to sentyabrgacha yomg'ir sezoni, tinmay yomg'ir yog'adi. Mana hozir ham boshlangan, kechalari yog'ib, kunduz kuni yog'mayapti. Bunisi ham yaxshi. Xullas ertaga harakat qilaman, kelib cho'milishga. Shuncha joydan keldim, endi mayli. Siyanukvilning ham Sochisida cho'milib ketayin. Suv masalasida mana Sochida ham, Yaltada ham qirg'oq, toshloq, shebin bunday qilsa. Bu yerda mana ko'rib qumloq, tosh yo'q. Oyoqqa hech narsa botmaydi. Yalta, Sochi toshloqligi bilan oyoqqa bir kiyim kiyib chiqmasa, oyoqda qirqish aniq. O'shaning uchun Rossiyaliklar mana Turkiyaga, Dubayga, o'sha yoqqa ham cho'milishga, ham yaragali borishadi, chunki o tomonlarning qirg'oq bo'yi qumloq. Mana hozir mana ko'rib turibsizlaring, yumshoq qum. Xuddi gilamni ustida yurganday odam yuribdi. Yana shuni aytib o'tishim kerak. Vyetnamning Phuket oroli Siyanukvildan yaqin. Даже bu tomonda, mana shu tomonda paromlar qatnaydi. Ya'ni katerlar. Phuketdan Siyanukvilga, Siyanukvildan Phuketga odamlar borib keladi. Endi boshqa davlat fuqarolari uchun viza
Bular o'zlari uchun biznes ekan. Mana Fukokka boshda kelganimda yana 1-2 yil oldin kelganman. Hozir yana Kambodjani aylanib yana shu Fukokka yaqin joyga kelib turibman. Faqat qirg'oqning bu tomondaman. Fukok u tomonda qoldi. Fukok orol. Bu yer orol emas, bu katta yer. Katta yerning qirg'og'idaman. Yeyishga ko'rayotgan bo'lsalar. Yebichar makonga kelib qoldim. Mana qirg'oqda ham joy qilgan. Mana bular ham yeyishga mana bular ham buyog'i alovi bilan. Ketgan yebichar bu tomonga xullas qirg'oq yoqasiga yig'ilishgan. Turist ko'rinmaydi, asosan kambodjaliklarga o'xshaydi. Mana bu yerda ham o'ziga xos ajdaholar boshi, necha bosh. Kechki sanitariyaning o'ziga xos ko'rinishlari. Shuni aytib o'tishim kerak, bizning mehmonxonada ham kazino bor. Mana ko'rib bu yerda ham kazino. Bularda kazino o'yini juda ko'p ekan. Mana Dilshod kecha mana shu mehmonxonaga birinchi bergan navigatsiyang. Undan keyin u mehmonxonani keyingi mehmonxonaning atrofini teritoriyani ko'rsatib tashlaganidan keyin bir tuk-tukchi topib berdi. Mana ko'rib tursaning mehmonxona shunchalik ko'pki, bir mehmonxonaning xodimi shaharning boshqa joyidagi mehmonxonani topib bera olmaydi. Kecha mana birinchisi adashmovchilik bo'ldi. Administratorlarning ham boshini ortib, ular ham telefon izlab topolmaydi. Adres yozilgan. Demak, mehmonxona ko'p. Chalkashlik ham bor shunga yarasha. Bitta narsaga e'tibor qildim, ko'chada Yevropalik yo Osiyo deganda bizlar tomonidan turistlar hech ko'rinmaydi. Xitoyliklar ko'p, ya'ni o'zining xalqi. Tomonga nima uchun turistlar kelmaydi? Hayronman, mana ko'rdilaring, dengiz chiroyli, o'ta cho'milishga qulay. Mehmonxonalar ko'p. Hozircha bironta bir yevropalik, inglizmi, fransuzmi, italyanmi uchratmadim ko'chada ham. Mana chiroyli zdaniya ekan. Magazinlar orqadanda. Mehmonxona qarab yo'l olgandim. Mehmonxonamga ham yetib keldim. Hozir mehmonxona ichini ham birga ko'ramiz. Shahar ichida, shaharcha desa ham bo'ladi. Kirishda bezopasnost hamma narsani tekshirib kiritadi, xuddi aeroportga kiritgandek. Mana bu kazino. Hammasi kazino o'ynayapti. Mana bundan chiqayotgan tepalardan nima bor hali mehmonxonamda. Aylanishga vaqt topolganim yo'q. Ko'cha ishidan chiqolganim yo'q. Bu tomon ham chiroyli ekan. Xullas hamma joy chiroyli. Shahar ichida kichkina shahar degandaymi, tepalarda yana boshqa nomdagi mehmonxonalar bor. Bu ana Triumf deganmi? Mana bu yeb ichar joy. Ya'ni har bir kimsaga aynalasiga har xil narsalar taklif qilgan. Kimga nima yoqsa olib yeyishadi. Ko'rib tursalar, shahar ichida
shaharcha deganim rostmikan? Endi bilyard o'ynaydiganlar uchun. Mana bu biblioteka bilimdonlar uchun, kitob o'qiydiganlarga. Yuqorida qandaydir bar klublar, yoshlar uchun bo'lsa kerak. Bu yerda ham qanaqadir o'yinlar bo'lyapti ichkarida. Mana hovlining tepadan ko'rinishi. Nima o'yin ekan, hozir qaraymiz. Naryoqda ham qandaydir administratorlar bor. Muzeymi bilmadim hozircha. O tomonda ham restoran. Ana qizi uzoqdan yangi kelin qildi. Bunda restoranmi, restoran. Odam nimadir? Hozir ishonasizlarmi yo'qmi? Xonim qaysi tomondagiga adashib o'ylanib qoldim, qaysi tomondan kelganimda. Xohishaninglar, xonim qaysi tomondan topilmay turibdi. Bu tomonda ham bor. Tamamda ham yana kamiga mana ko'rsatishlarning produktli magazinlar ham bir nechta bor, apteka ham bor ekan nariroqda. Xullas, shahar ichida shahar deganim rost. Bugun endi Siyam qo'ltig'ining boshqa bir joyiga keldim. Ya'ni Siyam keldim. Ana bu nargi tomondagi ostrov, ya'ni orol faqat dachalardan iborat. 5 yulduzli dachalardan iborat. Aholi ham dacha. Mana ko'piri dachaga yonib turadiganlarga xizmat qiladigan. Oyog'imiz cho'kib qoldi. Mana bu yerda balchilar kemasi ko'p ekan. Bular to'xtab endi asosan balchilar 7talab tongga yaqin baliq tushadi. Endi ko'p qaytib kelgan, balig'ini topshirib, balkim dam olayotgandir yo bozorda o'zlari tashkil qiladi. Optim bozori bor, baliqchilar bozori. Hali vaqtim yetsa, men boraman. Mana shu yerda ham ko'katlarning yeyish taklif qilinib yotibdi. Qayoqqa borsang, chiqib bor bo'ladi. Pingga kelib, marshutkada endi aeroportga qarab yo'l Phnom Penh aeroportidaman. Shahardan 40 kilometr uzoq ekan aeroport. Endi nasib bo'lsa
Guangzhouga uçuşum kerak agar reys vaqtida qo'yilsa. Kambodjadan Xitoydan Guangzhouga uchadigan Separately to provide you with more comfortable options, including a woman sitting in lavatory, full of motivated face and probably on the nose, and help children and non-passenger report assistance. Emergency exit. The emergency exit are clear marked with the green is assigned of the aircraft. There are 8 exits to the front, 4 in the middle, and 2 in the rear of the cabin. Please note the emergency exit nearest seat. Smoke is most present in the Bütün cabin. samolyot Blow boyunca from the balloon inastıran to özü. the nearest exit. 前方有长实线，过汇入口后左侧第2、3、4、5车道行驶。前方有长，注意提前沿中间4车道。前方进隧道。前方红绿灯直行。过红绿灯后200米右转，即将变灯，请。过红绿灯后，Mana Guangzhouga kelib, kecha joylashib, mehmonxonaga dam olib, uyimni oldida mana bu zdaniyalar bor ekan. Baland. Odamlar hayat tashishni boshlagan. Bu yer salqinroq aytmoqchi. Kambodjaga nisbatan salqinroq. Atak mana bir ko'ylak festivalkada balki bir soatdan keyin ko'ylagim deb ishlash mumkin. Metrosinin ko'rinishi. Metrolar hammasi tuzlar chiroyli dizayn. Yana qancha vaqtda kelishni ko'rsatib hozir jo'nab ketgan. Bilolmadim, yana 3 minutdan keyin kelar ekan. Yo'nalishim bo'yicha. Mana shunaqangi metroga relsga tushib ketmaslik uchun yopiq holatda. Esirda Leningrad shunaqa. Metrosinin stansiyalari, bu stansiyadan o'z stansiyaga liniyadan liniyaga o'tadigan joylar. Mana Guangzhouning New York'ı. Guangzhou baland uylardan iborat shahar. Guangzhouni bundoq tanishtirsam, Xitoy bo'yicha 3-pромышленный shahar. Mana bu Guangzhouning televishkasiga oldinga kelganimda kunduz kuni bir
keyin kecha chiroyli bo'ladi deyishganga kechqurun 2 marta chiqib tomosha qilganman. Bugun chiqish planimda yo'q. Oldingizda polni syomka qilganman, kechki ko'rinish, kunduzgi ko'rinishda. Mana bizdan ham ko'priklar tankiga o'xshab o'ziga xos ko'rinishga ega ekan. Mana qaranglar qanchalik ingichka. Oho. Shu ko'rinishga o'xshashi Pekinda ham bor. O'xshash. Stadioni. Böyle ko'rinib turibdi stadioni. Endi mana orqamda ko'p turgan bo'lsalarim, mana bu daryo, yana boshqa daryolar ham qo'shilib, ana Gonkongning oldidan Janubiy Xitoy dengiziga qo'shiladi. Borib dengizga qo'shiladi. Janubiy Xitoy dengiziga. Endi mana hozir tepada syomka qilgan joyi, mana stadionlar Kak orolda joylashgan. Mana bu tomondan suv, hozir birinchi syomka qilganda u tomonda suv. Ayniqsa mana televizorning ustidan qaraganda orolligi bilinadi. Endi mana televizorga bunday aytganda kechasi har xil ranglarga kirib juda go'zal bo'lib ketadi. Endi bugun hali boradigan planlar bor bir-ikki joyga. Vaqtim bo'lsa yana kechki syomkaga kelaman. Kechqurun juda ochilib ketadi. Mana piyodalar yo'li mana shu tomondan shu tomonga borib televizorga tushsa bo'ladi. Yana qaytib aytaman, o'tgan yili o'tgan yil emas, 10 yildan oshib ketdi, 15 yil bo'ldimi? Bu televizorga bir emas, 2 qayta chiqqanman. Kunduz kuni bir syomka uchun, kechqurun haqiqatan kechqurun juda chiroyli bo'lib ketadi. Bu sahna ko'rinishi ekan, stadion deb adashgan ekanman. Mana shu yerda sahna ko'rinishida har xil o'yin kulgilari bo'lsa kerak. Aytib o'tganimdek, kechasi svet yorug'ida mana bular juda go'zal. Kecha mana bu ko'prikdan o'tib syomka qilgandim, televizorga e'tibor qilgan bo'lsalaring, kechagi syomkamda. Bunda taksida mehmonxonaga borayotgan edim. Endi bu televizorni maqtayversam gap ko'p. Tagi Selli istoriya. Bunda aytganda Guanjuaning qachon paydo bo'lgani, 100 yil oldingi ko'rinishlari, mana bu daryo kruzlari kechqurun bular ham mana odamlarni mindirib daryo bo'yicha aylantiradi. Ular bu ham madaniy xalq. Shuni aytib o'tishim kerak, mana bu stadion, mana bu mana bolalar o'yini oldin yo'q edi. Bu yer orol. Mana bu temirlarning orqasidan yana daryoga bo'linib, bu tomonda ham daryocha bor. Mana shu o'tirgan joyim orol, suv ikkiga bo'linib oqadi. Bu yerda faqat gullar, bitta restoran bor edi, adashmasam mana shu stadionning joyida. Bu tomonga most yo'q edi, piyodalar mosti. Bizlar televizorga mana bu yerda aynalib bo'lgandan keyin o'tish uchun taksi bilan mana bu ko'prikdan o'tib keyin mana bu televizorga borgan edik. Xullas Toshkentda agar bir oy aynalmasa qancha tez o'zgarib ketadi. Bu yer ham 10 yil bo'ldimi, 15 yil bo'ldimi, ancha o'zgarib ketibdi. Mana shu orol masalasida. Hozir orolda turibman. Daryoga u tomondan ham irmoq qo'shilyapti. Mana ko'pirni ko'rgan bo'lsalaring. Kecha men shu ko'pirning ustidan taksi bilan o'tib ketganman. Aeroportdan mehmonxonamga kechasi kelgandim.
Butun orol xuddi mana shunaqangi gullar ekilgandi. Lekin bularga ham podsvetka qo'yib, tepadan, televizordan qaraganda juda chiroyli ko'ringandi. Mana hali aytib o'tganimdek, mana orol. Bu tomondan ham suv o'tadi. Daryo shu yerga kelganda mana shu orolda ikkiga bo'linib, u tomoniga yana qo'shilib ketadi. Mana bu ko'pirdan beriroqda, mana bu ko'pirdan sal beriroqda orol. Ko'pirdan sal beriroqda suv ikkiga bo'linadi. Xullas orolda ham boshqacha qilishibdi. Har xil ko'rinishlarda bular. O'ziga xos arxitektura, fantaziya. Piyodalar yuradigan alleya. Bu yerlarda ham o'zgarish katta. Xullas 15 yil bo'libdi. Oldin kelganimga 15 yildan buyon o'zgarish juda katta. Mana musiqali fontan. Buni ham kechga qo'shar ekan. Bu ham musiqa bilan, ham svetlar bilan juda rang-barang bo'lib, chiroyli bo'lib ketadi. Mana shu skulptura ham qandaydir ma'noni beradi. Pastda odamlar, yuqorida qanaqadir ko'ng'iz. Endi buni rasmda ma'nosini tushunadiganlar tushunmasa, nima ma'noni berishini tushunmadim. Park shunchalik sokin. Odam mazza qilib yursa bo'ladi. Jardinlarga haykal qo'yibdi. Mana bu yerda jardin mashina turibdi. Endi ana o'z zdaniyaga qaranglar, qanday arxitekturasi, qanday chiroyli. Parjanikning bolani qutqargani. Bu yerga bor, chiroyli, soqingina park ekan. Tabiat. Mana bu yerda palmalar o'ziga xos ko'rinishga ega. Chiroyli palma ekan. Amerikaning Nyu-Yorkda parki bor. Juda go'zal, bir necha marta kinolar ishlangan. Masalan, uyda yolg'iz kinosi ishlangan, bolani ana kaptarlarga dom beradigan va bulyamani uchrashigan joylari. Mana shu park ham qandaydir ko'rinishlari o'sha Amerika Nyu-Yorkdagi parkga o'xshashligi bor ekan. Odamlar mazza qilib dam olishib o'tiribdi. Kofe ichib. Sokin joy ekan. Mazza qilib aylanishga toza havoda. Bu televizorning ustida yurganda mana shunaqangi ko'rinishga ega restoran ham bor. Mana televizorning ustidan chiqib tomosha qilaman degan. Mana bunaqangi manzaralar ko'rasizlar. Televizor hamma.
Ko'rsa maza qilishadi. Ko'rib tursalar o'ynadi joyi. Yaxshi mototsikllar yurolmaydigan qo'yibdi bu tomoni. O'zimiz Toshkentda Times Square deysizlarmi? Piyodalar aylanadigan joy. Молодец. Mana bu tomonga kira olmaymiz. Bo'lmasa trotuarda ham hamma joyda mototsikl bezor qiladi. Bu tomonga ham yo'lni qilib kirishibdi mana bu mototsikllar. Battan oldi. Qayoqqa qaramay mototsikl trotuarda ham yurishga qo'ymaydi mana qara. Voy. Babuli ham nimadir qilib o'tiribdi, tushunmadim lekin. Milliy musiqasini qo'yib, chimpiqlayotganimga chappa qaradi. Chimpiqmasin deb qo'ydi. Yana ko'zi tushyapti, o'zini olib qochadi. Qandaydir magazinga kelib qoldim. Adamlar pastga ham ketyapti, nimadir bo'lsa kerak. Yuqorilar bu yoqqa chiqadi. Muzlaygan ekan, shuning uchun yoqib kirdi. Tashqari dimroq, bulutli, lekin dim. Ichkari muzday ekan, narsa olmasam ham mayli. Hozir sokinlab chiqayin. Ko'rdik peroxoddan katta o'tishga shunaqangi har xil narsalar bilan bezatgan. Bu asli o'zi ko'chani bu betdan bu betiga yer osti o'tish yo'li. Shuni ham qanaqa chiqardi. Yer osti yo'lida mana ko'rib turibsizlar, reys bolalarni aylantiradi. Yer ostini ham bular xuddi chiqqani iniga o'xshab hamma joyda ko'lab tashlashgan. Cheksiz ketgan shunaqasiga. Shu tagidagi magazin, kafe, restoranlar mana shu tagida. Shunaqasiga 2,5 kilometrga borgan ekan. Mana ustida stadion, xuddi hech narsa bilmaganday odamlar o'ynayapti, tagi bozor bo'lib yotibdi. Mana bu ham qanaqa stadioniga o'xshaydi. Mana bir sokin park. Mana bularda hammasi taksi. Bir Shimoliy vokzalga kelib qoldim. Guanjuan Shimoliy vokzali. Guanjuan o'zida vokzallardan 4 ta.
hammasi yo'nalishlar qarab jo'naydi. Bu Shimoliy vokzal Pekin shu tomonlarga ketadi. Vokzalga kirish ham Toyjo'l vokzali. Shunaqangi aeroportga kirganda bittada tekshirib kiritadi. Безопасность uchun. Keyin poyezdlar yerda ustida emas, Guanjuga kirguncha yer ostidan kelib, mana bu yer ham yer osti. To Guanjudan chiqquncha yer osti bilan chiqib ketadi. Ya'ni ana shaharning yo'liga chiqmaydi, yer ustidan emas. Guanjuga kirib chiqish hammasi yer ostidan. Keyin o'sha yer ustida ketaveradi qayoqqa borsa. Ko'rib turibsizlaring, vokzalga shunchalik taksi ko'p keladi. Shunga yarasha odam ham tushadi. Mana ko'rib turibsizlaring. Hamma shu vokzaldan odam olish. Bizga o'xshab xususiylar tiqilmaydi aeroport vokzallarida. Xususiylar taksichilik qilsa shtrafi katta. Bizda bilasizlar, aeroport vokzalda bosib ketgan xususiylar. Mana shu hammasi taksi bitta vokzal uchun. Shahar metrosi yaxshi rivojlangan. Bularning tashqi har bir katta shahrida bunday aytganda hech qancha yurmasdan metroning qaysi bir stansiyasi chiqaveradi. Guanjuda 15 ta liniya ishlaydi. Hammasi o'zining yo'nalishi bo'lak. Ular Guanjuda yurganda metroni orientirini bilsalaring, piyoda qolmaysizlar, qadamiga metro. Mana ko'chalarni ko'rib turibsizlaring, mana shunday holatda yurib chiqadi. Bugungi kunda Guanju aholisi 15 million. Bu ro'yxatda turganlar, ya'ni propiskadagilar. Atak immigrantlar, viloyatlardan kelgan ishlaydiganlar, ro'yxatdan o'tmaganlar bilan hisoblasa, bizga o'xshagan turistlar bilan 18 million aholi yashab ijod qilib turibdi. Har qadamdan mehmonxona, balki undan ko'p inson bu yerda tirishlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Asli aholisi 15 million bo'lgan bilan. Qozonlikka ketsalar yaxshi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, qariyalari sovuq qurol bilan turnirka qiladi. Qilish bilan ko'rib turibsizlar. Endi qilish davri o'tib bo'ldi, demak bu zaryadkalar eskidan kelgan. Xitoy samolyotiga uchadigan